Iffat serialining 19-seriyasi 23-oktyabr 2025 yilda soat 10 Mening yurtim kanalida efirga uzatiladi. Or, sadoqat va muhabbat sinovlari yana markazda. Kamron va Shirin kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va mashaqqatli yo'l orqali o'z his-tuyg'ularining kuchini sinab ko'radi. Ushbu qism ayniqsa hayajonli bo'lib, haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli ekanini va sadoqat hamda sabr qanchalik katta kuchga ega ekanini ko'rsatadi. Serial tomoshabinlarni nozik psixologik drama va qahramonlarning chuqur tasviri bilan quvontiradi. Har bir qism kuchli hissiy taassurot qoldiradi, qahramonlarga hamdard bo'lish va ularning har bir qadamini kuzatishni xohlash uyg'otadi. Iffat o'zining samimiyligi bilan ajralib turadi va syujet oxirigacha tomoshabinni qiziqtiradi. Bu qism serial romantika, drama va hayotiy saboqlarni realistik va hissiyotlarga boy tarzda uyg'unlashtira olishining yana bir isboti.